ukalar oqibatsiz bo'lsa, kelinlarni jazolash kerak degan gap bo'lardi oldin. Ochig'i men bu gapga qo'shilmayman. Nega? Chunki tajribalarda o'tkazilgan psixoanaliz natijalari shundan gapiradiki, bir oilada katta bo'lgan, lekin ota-onadan o'zgacha e'tibor, mehr-muhabbat ko'rgan aka-ukalar qalbida gina qudrat saqlanib qolar ekan. O'sha bolaligida ajratilganligi, mehrdan kam ulush olganligi ular qalbida bir tug'um bo'lib qolar ekanki, vaqt o'tib, ota-ona kuchdan qolib, keksaygan paytida ana o'sha ko'ziga xunuk ko'ringan yoki otasini, onasini sevimli farzandi bo'lgan akasiga yoki ukasiga yoki jigarlariga ichida adovat paydo bo'lar ekan. Adovat demasak ham uzoqlashish sezilar ekan. Shunday ekan, eng nozik masala bo'lgan tarbiyada hushyor bo'lishni, ehtiyot bo'lib, aql bilan ish tutishni tavsiya qilaman. Siz farzandingizni zinhor birini biridan ajratmang. Inshaalloh ana shunda farzandlar katta bo'lganda ham, uylanganda ham bir-biriga oqibatli, mehrli, muhabbatli bo'ladilar. Tavsiyamni o'ylab ko'rasiz. Hurmat bilan, Umida Usmonova.